Assalomu alaykum, sizlar bazamiz aziz obunachilari. Xudo xolasa bugungi videoda Samarqandga yangi chiqqan aboylar, ya'ni O'zbekistonda hozir trend olayotgan aboylar haqida gaplashib o'tamiz. Bu aboyimizning ma'lumotlari, narxlari va qanday yopishtirilishini bizga Abdulaziz akamiz tushuntirib beradi. Assalomu alaykum Abdulaziz aka, yaxshimisiz? Assalomu alaykum aka. Ishlaringiz bo'lyaptimi aka? Rahmat aka. Bizga aka bambuk aboylarni narxlari, razmerlarini tanishtirib o'tsangiz. Keyin sizlarda aksiya bo'lyapti ekan, aksiya shartlarini tanishtirib o'tsangiz. Assalomu alaykum sizlar ba'zan aziz obunachilari. Xo'p, bizda mana shunday bambuk aboylari yetib keldi. Ko'rishinglar mumkin. Hozir aka tushuntirib o'taman. Bitta buni qalinligini ko'rsatib qo'ysangiz obunachilarimizga. Bu albatta samakileyka bo'ladi, PVH nomerda samakileykalisi. Xo'p. Bu hozir buni arzon varianti chiqyapti aka. Oldindan aytib o'taylik. Narxini aytishdan oldin do'konlarda $11 $10 Xitoydagi chiqyapti aka. Bemalol bizniki bilan solishtirib olsa bo'ladi. Xo'p, endi buni razmerlariga keladigan bo'lsak, 1.20 ga 3 bo'ladi, bir dona listi. Hozir bu bir kamida 10 ta list bor buning ichida. Bir dona listi 1.20 ga 3 bo'ladi, 3.6 kvadrat tashkil etadi. 3.6 kvadrat. Xo'p, narxlari necha pul aka? Xo'p, narxlari hozirda narxlarni ozgina tushirganmiz. Obunachilarimizga yana ham qulaylik bo'lish uchun. Xo'p, bir dona asha 1.20 ga 3 bir dona listi $13, ya'ni so'mda 170 ming so'm qilib qo'ydik. 170 ming so'm. 170 ming so'm. Ko'rishinglar mumkin, bozorda ham unaqa narxlar yo'q ekan. Gullari nima deyapti? Har doim yaxshi aytib o'tamiz, bu Toshkent o'zimizning mahsulot. Xitoydagi bilan bemalol solishtirib olsa bo'ladi. U bilan solishtirayotganda nimasini ko'rsa bo'ladi? Masalan, bir oy qolmay qaytib vazrat bo'lib ketyapti ekan. Ya'ni aybi nimada? Samakileyka orqadagi kilay yaxshi ushamayapti ekan. Keyin mana shu yerda laminatiga havo kirib qolyapti ekan. Keyin mana eksi sinib qolyapti ekan ko'p aboylar. Bizniki sinmadimi yo sindimi qani? Yo'q, mana. Bemalol ko'rishingiz mumkin. Ko'rsatib qo'yasiz. Mana. Ko'rishinglar mumkin. Ancha-munchaga sinmaydi. U yopishtirayotganda ustalar necha bunday qilib qo'ysa ham sinib ketib qolyapti ekan. Chunki bir oy qolmay qaytarib kelishyapti ekan. Ancha do'konlardan eshitdik. Xitoydagini olishinglarni maslahat bermaymiz akalar. O'zimiz O'zbekistonda, ya'ni hozir bosib ketdi, bitta do'konga kelib so'rasanglar ham bu qaysiniki desanglar O'zbekistonniki deydi. Bizda faqatgina shu O'zbekistonniki bor. Kelib bemalol so'rayversak, unda qilsanglar bo'laveradi. Aka, bu aboyni o'zi necha puldan sotyapti-dinglar? Nimaga $13 qildinglar aka? Xo'p. Boshida kerak bo'lsa $18 $20 sotyapti-ku. Obunachilarimizga yana ham arzonroq bo'lish, bu yana ham trendga chiqyapti. Hamma uyini yangi dizayn qilmoqchi aka. Shuning uchun biz obunachilarimizga yana podpiska bosib turib kelsa $13 dan beramiz aka. $13 dan. So'mga aytib o'tamiz 170 ming so'mdan. Eng oxirgi narx aka. Eng oxirgi narx. Eng oxirgi narx. Undan kami yo'q-a? Kamini so'rashmasin. Xuddi shunaqa aka. Bo'ldi. Boshqa viloyatlarga pochta orqali chiqarib beramiz. Xo'p, manzilimizni aytadigan bo'lsak, o'zimizni bazamiz Andijon shahar, Soy eski mazavod ichida. Soy eski mazavod ichida. Rasvetkalarni ko'rishinglar mumkin, aziz obunachilar. Keling aka, mana chiroyli rasvetkalari bor, bir yo'li. Meni ko'rsatib o'tamiz, mana shunday. Mana mana shu turishi adashmasam 3.6 kvadrat. Xuddi shu 3.6 kvadrat bo'ladi. Bitta yoysa 3 metr chiqadi. Ko'rishinglar mumkin. Bu dekorativniy bo'ladi. Haligi savol beradiganlar bo'ladi. Bir-biriga yonma yopishtirsa guli-guliga tushmay qoladimi degan savollar. Bu dekorativniyligi uchun bir-biriga tushib ketaverar ekan mana. Hammasi dekorativniy ekan. Yo'q, qushda, yo odamning rasmi yo'q ekan. Bemalol yopishtirsanglar bo'laverar ekan. Mana shunaqa. Chiroyli ranglari bor. Bir-biridan chiroyli. Bu yerdan bir qator ko'rsatib qo'yiladi. Oshxonalarga juda ham chiroyli aytadi. Mehmonxonaga. Qayerga ishlatamiz degan obunachilarimiz uchun? Oshxonaga, mehmonxonaga, yotoqxonaga bemalol ishlatsanglar bo'ladi. Juda ham chiroyli turadi. Xudo xolasa o'zimiz ham videolar qilib chiqaramiz, yopishtirgan holatlarini. Podpiska bosib qo'ysanglar, o'tkazib yubormaysizlar, qo'ng'iroqchani yoqib qo'ysanglar, har bitta yangi video chiqarganimizda sizlarga kelib turadi. Podpiska bosishni unutmanglar aziz obunachilar. Aka, bu aboylar kerak bo'lsa, nomer ayting. Nomerga aloqa qilishsiz. Nomer 90 141 43 43. Pastga ham yozib qo'yamiz. Xo'p, har doimdek viloyatlarga pochta orqali chiqarib beramiz. Keyin bizda yana halol muddatli to'lov ham bor. 3 oydan 24 oygacha bitta plastik va pasport bilan.
Plastik pasport orqali Mhm. xarid qilsanglar bo'laverar ekan. Gullar nima deyapti akalar? Xudo xolasa sinib ketmaydi. Garantiya beramiz o'zimiz sotayotgan mahsulotga. Adashib Xitoynikini olmanglar. Qaytarib o'tamiz Tushunarli. keyin aka. Agar halol millatiy to'lovga olmoqchi bo'lsa, uni ya'ni onlayn tarzda qilib bo'lmaydi. Mhm. To'g'ri bizni bazamizga, ya'ni ofisimizga kelish kerak Andijon Bazamiz shahriga. Andijon shahrida. Shular imkonsiz onachilar. Bir-biridan ajoyib gullari. Xudo xolasa kelaverasizlar bemalol. Bundan tashqari ham gullar kelyapti. 2-3 kunda kelib qoladi. Uni ham alohida video qilib chiqaramiz. Ko'rishinglar imkonsiz onachilar. Agar sizlarga ham shunaqa chiroyli gullar kerak bo'ladigan bo'lsa, Stroy bazaga murojaat qilishinglar mumkin aziz obunachilar. Xayr, sog' salomat bo'linglar.